bitta xonadonga bizga yordam kerak ekanda. Hozir men ayni damda Kattaqo'rg'on tumani Nisbat mahallasidaman. Bu yerni ko'pchilik biladi, bizda Leni yo'l deydi. Aslida hozirgi nomi mahallaga bo'lingan hamma joy Nisbat mahallasidaman. Sharoitlar juda ham og'ir ahvolda ekan, yig'ida ham ko'rishlaringiz mumkin. Uy ahvoli yashashdan ham tashqari hozirligini bitta holatni ko'rsataman. Bunisi mana siz ko'rib turgan bo'lasiz. Assalomu alaykum. Menimcha Nisbat mahalladagilar ko'p qarab o'tirishmaydi, bilaman. Ko'p biz xalq bilan ko'pchilik bexabar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Ikki yashaydik. Assalomu alaykum. Qanaysiz? Zo'lmisiz? Assalomu hali xonasi bo'lsa yaxshi bo'lib ketasiz. Ikkinchisimi? Ismi nima buni? Rahmatulloh. Buni ko'pchilik biladi. Kanalimizga Rahmatulloh deb ko'p qo'yganman, ko'p marta qo'yganman. O'shani endi o'zim videoga keldim. Xudo xolasa yaxshi bo'lgan videolarni qo'yish nasib qilsin. Xudo xolasa hozir bitta tushuntirib beramiz. Bizni kuzatib turgan obunachilar, mana o'sha Rahmatulloh oldiga keldik. Kelmasak bo'lmay ekan. Kichmatda emas, 5-6 marta ham chiqarganmiz Telegram kanalimizda. Ancha qo'limizdan kelgan yordamni qilganmiz, ozmi ko'pmi. Hozir endi katta operatsiyaga 9 marta kichkina operatsiya o'tkazgan ekan. Aytishlari bo'yicha hozir aylar to'liq aytib beradilar. Hozir endi katta operatsiyaga qilyapti ekan. Siz bo'lgan holatda bitta aytib bering bizga. 1 yoshgacha yaxshi edi, sog'lom edi. Yaxshi o'sib, kattarib, o'ynab kulib, yurib ham qoldi 1 yoshgacha. 1 yoshdan keyin shamollab qoldi. Shamollagan payt bilmasdan biz perivka olib qo'ydik. O'shanda perivka olganimizda ko'tarolmadi perivka. Keyin isitmasi chiqib ketib, kuchli isitmani bir hafta uyda oddiy gripp bo'ldi deb uyda saqladi. O'rtada qaynam o'tib qoldilar. Qaynam marakalarni o'tkazib больницаga olib boramiz deb o'zimiz uyda dori-darmon qilib kechiktirib qo'ydik. Keyin reanimatsiyaga tushib qoldi, mazasi bilan. Komaga tushib qoldi. O'sha komaga tushgan payti bitta o'pkasi ishlamay qoldi buning. Keyin komada ham ancha kun yotdi. Yuraklari ham 1-2 marta atkos berdi, 3 marta atkos berdi yuragi. Doktorlarimiz yaxshi ekan, Xudoga shukr, yaxshi qilib berdi. Lekin bitta o'pkachasi bilan yashayapti shu paytgacha. 2,5 yil bo'ldi bunga, 3,5 yosh hozir, 2,5 yil bo'ldi. 9 marta kichik operatsiyalar qildik. O'pkasini yuvamiz, tinmay antibiotik dori ukol, har xil dori ukollar oladi. Tinimsiz davolatib turibmiz-da. Bo'lmasa Toshkentgacha olib bordik, baribir o'sha bujmaygan o'pkasi, ishlamay qolgan o'pkasi ochilmadi-da. Bitta o'pka bilan yashayapti hozir. Endi oxir paytlar yana og'irlashib qoldi. Hozir har doim kislorodda turadi-da? Yo'q, ba'zi olib turaman. Olsangiz injalik qiladi. Ha, olsam injalik qiladi. Lekin olib turishim kerak, bo'lmasa o'pkasidan o'pib qolib, faqat kislorodga bog'lanib qoladi. Mana shunda bitta o'pkasi bor, bitta o'pkasi yo'q deydi-a? Ha, bitta o'pkasi bor, bittasi yo'q. O'sha ko'rinyapti. Bujmaygan o'pkasi olib tashlashimiz kerak. Bu kasal o'pkasi ikkinchi o'pkasiga ham ta'sir qilyapti ekan doktorlar aytishicha. Yuragi, buyuragi, jigarigacha ta'sir qilyapti-da hozir endi. No, ko'tarolmayapti. Antibiotik tinimsiz ukollar olsa ham baribir kisloroddan chiqarolmayapti. Shunga endi doktorlarimiz Toshkentga jo'natyapti. Xudo xolasa o'pkachasini oldiramiz deb. Xudo xolasa saxovat uchun insonlarimiz ko'p yordam qilamiz. O'zimizdan qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi bo'lgan videosini Xudo xolasa qo'yamiz. Shunaymi? Sen ismingni ayta olasanmi? Nima edi isming? Isming nima edi? Rahmatulloh. Allohning rahmati bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Obunachilar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, videoni maksimal tarqatamiz. Rahmatullohni Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketishiga bizani ham ko'magimiz tegsin. Hech bo'lmaganda videoga like bosib, tarqatib, komment yozib, bizani qo'llab-quvvatlaysiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Ay shirin bola. Rahmatullo, uxlab turish qanday bo'ladi? O'tirgan joyida uxlaydi. Yotsa-chi? Yotsa nafas qisadi. Kislorodda hammi? Kislorodda ba'zida yotadi. Ha, kislorodda ham shunday. Nima deyapti? Vaqt tugadi, yana ular deyapti. Ulayman. Vaqt bilan ishlaydi bu? Ha, vaqt bilan ishlaydi. Nimasi qizib ketadi bu ham. Voh. Soatga qo'yamiz. 4 soat, 5 soat ishlagandan keyin bir dam oldirib olamizda. Biz qizib ketadi. Bilegin-da o'chganni. Bilan nafas bormay qo'yadi-da. Gapiryapti. Kislorod bilan ancha yaxshi nafas oladi-da. Bolam ichida. Qiyin kurashib kelyapti 2,5 yildan beri. Qolganlar shunaqasi bo'lgan ekan, bitta o'pka bilan qanaqa yashar ekan? Bitta o'pka bilan ham yashasa bo'lar ekan. Faqat ko'p kuchanish, sakrashga, yugurishlar bo'lmasa kerak. Yuraklari ham hamma a'zolar bitta o'pkaga moslashish ekan. Ha. Bir yosh payt boshlangan payt o'pkasini olib tashlash imkoni bo'lmaganda, kuchi ham yetmaganda buni. Endi kattarib, kuchi yetadi, yuragi ko'taradi, bemalol qildirsalar bo'ladi deyapti-da. Shundaymi? Ancha o'zgargan deyapti. Ha, tushunchasi. Rahmatullo. Shuncha payt qiynalibdi, bir bormabsiz ham olamga. Ahvolini ko'rsatmabsiz. Aslida o'zimizni qo'limizdan kelgancha ko'p, ko'p emas, o'rtacha 2 million so'm mazlik beryapman. Olib o'sha kamko'sizga ishlab turing chiqani, o'sha Toshkentga boraman desiz ertaga. Toshkentga borib tomografiya bu, boshqa bu davlat tomonidan yo'llanma bergan bilan qo'shimcha xarajatlar bo'ladi. Hammasini qilib davolanaveradi. Xudo xolasa karteza ham qo'yamiz. O'zimizga hech qachon qarab qo'ymaydilar. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa, keyinchalik agar gruppamiz bilan kanalimizdan yig'ilish olsak, shu yerdan bitta xudo xolasa bitta o'yish ham qurib berishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa hech narsa emas. Manzillar maqsadda oldi ekan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizga kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.